Uyalmaysizmi bunaqa narsalar sotgani? Yana hijob o'rayapsiz. Ismingiz Xadija ekan, ismingizga mos ishni qilsangiz-chi? Shunaqa SMSlar juda ham to'lib ketdi. Aksariyat bu SMSlar juda ham yoshi katta opajonlarimizdan kelyapti. Va ularga bitta qilib shu videoyimda javobimni aytaman. Yo'q, bunaqa narsalar sotgani uyalmayman. Birovi oilasini buzayotganlar uyalsin. Birovi haqqini yeyotganlar uyalsin. Tanasini ko'chaga olib chiqib pullayotganlar uyalsin. Men halol mehnat qilib Alloh bergan rizqni teryapman. Alloh bergan tijoratni qilyapman. Harom yemayapman. Eng g'amlisi birovi haqqini yemayapman. Shu siz uyat deyotgan tovarlarni sotib qanchadan qancha oilalarga foydam deyapti. Ko'p oilalarda qaynona, qaynisingil, qaynapa aralashib yosh oilani o'rtasini buzishadi. Akizmi, ukizmi yoki o'g'lizmi ozgina oilasiga bo'lgan munosabati o'zgarib qolganini sezdingizmi? Shunaqa narsalardan keliningizga olib bering, kiysinlar. Juda ham ko'pchilik kelinlar bunaqa narsalarni xarid qilishga uyalishadi. Qaynonam ko'rib qolsalar-chi? Siz qayerdan bilasiz deyishingiz mumkin. Aynan shunaqa kelinlar bilan juda ham ko'p dardlashamiz. Agar bu narsalarni xarid qilib keliningizga olib berishga uyalsangiz, sekingina meni profilimni berib qo'ying. Keliningiz yoki keliningizga bu videoyimni yuborib qo'ysangiz ham bo'ladi. 5 kunlik o'lib ketadigan dunyoda bir-birimizga foydamiz tegib yashaylik. Menga like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kommentariy обязательно kutaman. Xadijam shopping deb Telegram, Instagram, YouTube'ga poyezd bersangiz, meni videolarim chiqib keladi. Xudo xolasa 10k bo'lishimiz bilan iPhone 7 Pro Max olaman. Menga obuna bo'lib qo'ying. Sizdan hech narsa ketmaydi-ku. Menga obuna bo'lmasangiz, aniq afsuslanasiz. Bundan ham qiziqarli videolar hali oldinda. 10 mingta, 100 mingta, 1 million bo'lish Allohga oson. Klientlarim ham ko'p bo'lib ketishi inshaalloh Allohga oson. Sizlarga kattakon rahmat meni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun. Viloyatda turib menga ishonib pul tashlayotganingiz uchun, ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Men har doim o'zimga yetib yuradigan gapim birovi haqqi birovga buyurmaydi. Shu orada soxta chek tashiydiganlarga ham gapim bor. Iltimos, menga soxta chek tashamanglar, chunki men kartamni har doim 00 qilib qo'yaman. Sizlar menga chek tashashinglar bilan men sirazi kirib tekshiraman pulimni.